ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى. Endi kim behojat bo'la turib birovlarga tilamchilik, so'rovchilik qo'lini cho'zgan bo'lsa, Alloh taolo unga faqirlik eshigini ochib qo'yadi. Keyin so'ranib, tilanib yuraveradigan bo'lib qoladi. Mana shu ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadis shariflarida kim behojat bo'la turib, bir kunlik yeydigan taomi bo'la turib tilamchilik qilgan bo'lsa, qiyomat kunida u yuzini terisi yo'q holatda bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Shuning uchun ya'ni tilamchilik qilish qachon bo'ladi? Qachon o'sha tilamchilik qiladi inson desa, umuman hech bir narsasi qolmay qolganda, keyin o'sha o'limdan saqlanib qolishligi uchun, hayotni saqlab qolishlik uchun bir luqma uchun nima qilar ekan? Ana shu narsani so'rar ekan. Undan boshqa narsani so'rashlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tilamchilik, so'rashlik haqida shu darajada qattiq gapirdi deydi sahobalar. Bizlar safarda ketayotganimizda birovni qamchisi tushib ketsa, o'zi tushib olar edi. Yerda tushib ketgan odamga olib ber demas ekan. Nimaga desa, so'rashlikdan qaytargan payg'ambarimiz, o'zim tushib olishlikka qodirman der ekanda, so'ramas ekan. O'zi tushib olar ekan. Bo'lmasam, qamchim tushib ketdi, olib berib qo'y desa olib berar ekan. Lekin so'ramas ekanda. Qo'rqar ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim behojat bo'la turib so'ransa, qiyomat kunida uni yuzi yo'q, yuzini terisi yo'q holatda, go'shi yo'q holatda Alloh taologa yo'liqadi, boradi degan hadis shariflarni eshitib qo'rqishar ekan.